Hurmatli O'zbekiston fermerlari, mana biz Krasnodarskiy krayining Timashevskiy rayonida o'zimizning urug'chilik xo'jaligimizdamiz. Mana shu xo'jaligimizga 100 ga yaqin urug'lar ekilgan, hammasi 130 sentrdan baland hosil beradi. Mana shu yerga mana Bagrat sorti ko'rib turibsiz. Mana ko'rib turibsiz, mana men ko'rsataman Bagrat sortini. Mana 14-15 etaj mana ko'ryapsiz-a, bug'doyli donni kattaligini. 90 kilo atrofida sepilgan 2,5 million donagacha davr. Mana ko'rib turibsiz. Mana shu yerda mana balandligi 70-80 cm, даже 1 metrgacha davr bo'lyapti ayrim joylarda. Mana ko'ryapsiz-a. Agar kimga mana shunday yuqori hosilli urug'lik bug'doylar kerak bo'lsa, biz O'zbekistonda har qanday fermeriga promoy eng sifatli, eng arzon narxda bez posrednikov dastavka qilib berishimiz mumkin. Mana ko'ryapsiz. Urug'lik bug'doylarning. Agar siz g'allachilikda yuqori hosil olmoqchi bo'lsangiz, eng kam xarajatda bug'doylarni yetishtirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz mana shu eng sifatli urug'lik bug'doylarni Krasnodardan O'zbekistonda har qanday fermeriga dastavka qilib berishimiz mumkin. Mana yerda ishlayapti, mana elevator shamol aylanib yotibdi. Marhamat. Yana aytaman, eng kam xarajatda yuqori hosil olmoqchi bo'lsangiz, eng sifatli bug'doylarni biz O'zbekistonda har qanday fermeriga dastavka qilib berishimiz mumkin.